Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Do'konimizdan Zubur 1135 mini traktorlarimiz sotildi akalar. Surxondaryoga dastavka qilib chiqarib beryapmiz optim narxlarda. Kimga shunaqangi mini texnikalar kerak bo'lsa, traktorlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoning tagiga raqamlarimizni yozib ketamiz. Traktorimizda ozroq ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Bu traktorlarimiz Zuburlarda 4x4 varianti bo'ladi. 1135 motor, 30 ot kuchli bo'ladi. Mana ishlab chiqarilgan yilini ko'rsatib o'taman. 2024-yil 10-oyda ishlab chiqarilgan. Traktorimizning soatiga 1 litr salarka rasxodlari bor. Radiatorli motor, suv yoki antifriz quyib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Xo'sh, datchiklari qo'yib ketilgan, rollari mexanika holatda bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek. Orqalari ozmoz legropga bo'ladi, lekin oldi legropga bo'lmaydi. Orqa ko'rinishlari. Traktorimiz doimgidek Xitoyda ishlab chiqarilgan Zubur traktorimiz hisoblanadi. Manzilimizda aytib o'tib ketaman. Manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan. Sadoqat Patr bozorini 4-5 kilometr teparog'ida chap qo'lda joylashgan. Keluvchilar uchun lokatsiyalar tashlab beriladi. Aloqaga chiqsalaring, kimga shunaqa mini traktorlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Traktorimizning to'liqroq ma'lumotini, narxini telefon orqali bilib olishlaring mumkin akalar.